shu darsga o'tishingizga maslahat beraman. Xo'p, bugun 6-dars. Bugun nimalar o'rganiladi? Bugun sizlar bilan bundan oldin gaplashgan anchor tag, ya'ni mana shu kod yordamlari haqida gaplashgan edik. Ammo bu kodni mana bunday menu barlarda orasida ishlatish haqida hech qanday tasavvurga ega emas edik. Ya'ni bu haqida gaplashmagan edik. Aynan ссылка yordamida boshqa sahifaga o'tish haqida video dars bo'lgan o'tgan darslar. Bugun esa bitta sahifada turib menyuni bossa aynan ana shu haqida ma'lumot chiqarish, ya'ni uzun sahifa, o'ta uzun ko'rinishi kelib bo'lsagina shundagina mana shu narsa ishlatiladi. Va bu birgalikda mana bu name mana shu tag yordamida men aytgan narsa bo'ladi. Xo'p, endi darsda amaliy tarafiga o'tsak. Uning uchun Sublime Text ochaman. Bu yerga 2 marta qilib Ctrl+S tugmasini bosib faylni mana bu yerda papka turib ekan, ana shu yerga sahranit qilaman. Dars alt.html deb sahranit qildim. Va bu yerda bo'ldi. Endi tag ochaman. HTML bo'ldi. Men title orasiga bugun nima bo'ladi endi? Ma'lumotlar deb yozib qo'yishim mumkin. Ma'lumotlar, kurs haqida ma'lumotlar. Kurs haqida ma'lumotlar. Endi oldingi kurslarda aytib o'tganimdek, asosiy narsa bu yerda body da bo'ladi. Xo'p, bu yerda h4 element yordamida men bizning kurslarimiz dedim. Va bu yerda endi men menyuni orasiga bermoqchiman ссылканы. Shu sabab menu hosil qilish uchun UL kod yordamida menyuni hosil qilaman. Undan so'ng esa li keladi albatta. Va mana shu li kod yordamida ishlatiladi. href deyman va bu yerda mana bu narsani qo'yaman, html. Bu mana bu panjara nima uchun kerak? Panjara bizga pastda hrefda davom, ya'ni hname da ikkovsini birga bog'lab olish uchun kerak. html kurs deb yozib qo'ydim. Kurs bo'limi deb yozib qo'ydim. Xo'p, endi aynan shu narsani men qanday bo'lishi mumkin? Mana bu yerda juda katta joy tashlangan bo'lishi mumkin. Ana shundagina ishlatiladi. Shunda biz mana bu yerda br element yordamida ishlatadigan bo'lsak, ancha katta joy tashaladi. Oldingi darsda aytib o'tganimdek. Hozir nima uchun buni terib chiqyapman sizlarga hozir amaliyot yordamida ko'rsatib o'taman. Biroz shoshilmagingiz ma'qul. Va mana juda katta joy tashaldi. Endi bu yerga men nima deb yozishim mumkin buni? P keladi, paragraf keladi. Paragraf yordamida h bo'ladi va bu yerga href emas bizga hname kerak. Va shu yerga men html ni bog'lab olaman. Aynan mana shuni mana bunga bog'lab oldim. Shuni bossa, mana bu yerdagi narsalar bo'lim qismi kelib chiqadi. Va bu yerga html kurslari haqida batafsil ma'lumotlar deb yozdim. Va ko'rib turganingizdek, endi shuni brauzer yordamida ko'raman. Va mana yozganimiz mana bu pastda turibdi. Men mishkani pastga tushiryapman. Mana bu yerda endi veb saytga kirsangiz, veb saytda bu yerda asosiy bo'limlar deb ma'lumot bergan bo'lishi mumkin va aynan shu narsalar pastda joylashgan bo'lishi mumkin. Shu sabab bo'limlar degan bo'limni bossam bo'ldi mana. Pastga chiqdi. Ya'ni men bu yerda mishkani ishlatib o'tirganim yo'q. Bosdim, mana shu yerga birdaniga o'tib ketdi. Shuni qo'shaman ko'proq. Misol uchun Ctrl V qilaman. Ctrl V bu yerga HTML emas, CSS deyman. Misol uchun strap kurs bo'limi dedim. Endi aynan mana shularni men orama-ora qilib ochib olaman. Ya'ni misol
bu yerda kurs bo'limi deb turib bu yerda ma'lumotlar ketgan bo'ladi. Ma'lumotlar yoziladi va bu yerda yana joy bekorga tashlaganim yo'q. Yoziladi. Endi bu yerga age name paragraf orasida bo'ladi bu. CSS dedim. CSS kurslar haqida batafsil. Ctrl+S. Va bu yerga o'tdim. CSS kurslari bo'limi. Va mana CSS kurs bo'limi dedim, ya'ni CSS kurslar haqida batafsil chiqdi. HTML kurs bo'limi dedim, HTML kurs haqida batafsil ma'lumotlar chiqdi. Endi mana buni bir qator bo'lib tushirib olish uchun bu yerda bitta li element orasida ketib qolibdi. Kechirasiz, e'tibor bermayapman, umumiy aybim. Meni li deb qo'yaman. Ya'ni hammasi bitta menyu bo'lib qolibdi. Alohida menyu qilib olish uchun albatta bu yerda li har biriga berib chiqaman. Va mana HTML kurs bo'limi dedik. Birdaniga mana bu yerda joyda bosib o'tmasdan birdaniga HTML haqida chiqdi. Endi CSS bo'limi dedik. Bu yerda CSS ga tushdi. Uning uchun menda albatta CSS dan so'ng ham mana bunday katta hudud kerak bo'ladi. Aynan sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p, bu yerda biz yana paragraf ochamiz va paragrafda orasida hrefmas name keladi va CSS dan so'ng bootstrap bo'limi haqida batafsil. Xo'p, endi kiraman bu yerga. Mana bootstrap bo'limi haqida batafsil. HTML desam HTML haqida batafsil chiqyapti va CSS kurs bo'limi desam CSS haqida, bootstrap desam bootstrap haqida. Ko'rib turganingizdek mishkani bunday qilib qidirib o'tirmayapman. Aynan mana shu narsalarni bir-biriga bog'lab olyapman. Endi sizning vazifangiz nima bo'ladi? Bugungi darslarni yaxshilab o'rganasiz va bundan oldingi o'rgangan darslarimizni aynan misol uchun mana o'zingiz aynan xuddi shu kurs haqida gapirishingiz shart emas. Misol uchun boshqa narsa haqida o'zingiz narsa tayyorlab turib, bu yerda aynan shularning ma'lumoti kelsin, ya'ni joy bo'sh qolmasin. Bu yerga kirgan odam misol men qidirib o'tirmasdan shu yerda bossa shu haqida ma'lumot o'qiydi. CSS bossa CSS haqida, bootstrapni bossa bootstrap haqida ma'lumot o'qiydi. Aynan siz shunga o'xshatib turib, o'zingizda ideyangizni ishga solib, biror narsa qilib ko'rishga harakat qiling. Kurslarimiz yoqqan bo'lsa, rahmat. Yana bir gap, yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman sizlarga. Ko'pchilik faylni saqlanib qiladi. Aynan o'sha fayl qanday ko'rinishda bo'lishini ba'zilar bilmasligi mumkin. Uning uchun mana men 6-darsda bu yerga saqlanib qildi va mana shunday fayl bo'lib qoladi. Agar to'g'ri saqlanib qilgan bo'lsangiz, buni bossangiz, mana bunday bo'lib brauzerda ko'rinadi. Endi agar bu yerda kod xato ketgan bo'lsa va mana bunday Sublime Text'da misollarni men cheketgan bo'lsam, qanday buni Sublime'ni ko'rishim mumkin? Mishkaning o'ng tarafini bossangiz, bu yerda Create Sublime chiqishi mumkin yoki inglizcha bo'lsa Open with Sublime Text. Mana ko'rib turganingizdek, xuddi shu narsa chiqdi. Berilgan vazifalarni vaqtida bajaring. Bu videoda 2-3 marta